Tirikchilik zaman-zamonlardan inson bolasining eng oliy mezoni bo'lib keldi. Tirikchilikning taraqqiyoti oddiylikdan murakkablikka, yakkilikdan ko'p xillikka yuzlanib, bu zamindagi madaniyatning yorqin sahifalarini yaratdi. Əcdadlardan əvladlarga, atalardan oğullarga, analardan qızlarga kadar üzülməz bu karvan, ibtidadan intihağı sozulgan müşkül səfərini davamlaşdırıb, bugünkü yetib geldi. Ular, əmgəkçan qolları bilen Quram taşlarını taraşlap, heyvetlik qarğaylardan çıraylık saraylan yasıdı. Yügensiz kelkin sularını paraset bilen bağlap, hayatlık sepirdeki sadık hemrayıga aylandırdı. Balalarını, evlatlarını yaxşıraq beqish üçün bu ziminning bağırda əni şundaq toxtamay tirişdi. Boğullarımız yaylaq mədaniyetinin növbət boyunca terim mədaniyetiga ötübdü. Şunundan başlap ziraatçilik bilen bağlanğan hüner kəsblərini icad qıpdı. Taş və yağaçlardan tügmən yasapdı. Cuvaz çörgülütübdü. Danlıq ziraatlardan un tatib, maylıq ziraatlardan yağ çıqırıb taam mədaniyetini beyitibdi. Qaranğı keçilerde yoruqluq üçün çıraq yıqıbdı. Qoğun, yanaq və badamlarının yığıdan tibabətdə doğru orunda paydalanıbdı. Ösümlük yığının tariximizdə ən burun tilgə ilingan vaxtı qaysı dəvrgəçi barıdı? Onun istimalımızga kirişi qandaq basqıçlarını besib ötüdü? Bu toğrısındaki material mənbəsi üçün Türk Tilla Divanıdaki qismən məlumatlar bilanla çəklinib qaldıq. Divanda küncü tiği və inek pişti yağları tilgə ilinidi. Yana yeməkliklərdən quymaqni tilgə ilib, onu su yağdı pişirgandan keyin yüzüge şeker sepib, andın istimal qıldıqanlığını naql keltirdi. Bulardan başqa zığır yığının çıraq yığı işkənligidən uçur berdi. Demək, bu uçurlar ming yıllar burunla əcdadlarımızın ösümlük yığını normal istimal qılıvatqanlığını ispatlaydı. Hatta istimal derecesinin yuqurluğudan zığır yığını məxsus çıraq yığı orunda işiltidiganlığıdək məlumat bilenmi təminləydi. Dep mullvay pavan bilen Yiraktki yarim bilen Bizdə nurgun rivayetlər var. Üç açmak yol çıkıp kaldı. O oturdaki yolda bas kemmeydi. İşkişetteki yolda bas kilidi. Dep yazıqlıq. Taşqa. Hər bir rivayet özünün sırlıqlığı və təsəvvürdən halqıgan bayanları bilen bizge xiyali tuyğu berdi. Biroq aql közümüz bilen qarasaq, şu sırlıq bayanlar arasıga yoşurungan real haqiqatlarni bayqab olamiz. Atılar özleri şug'ullangan hüner kasblar to'g'riliq nurg'un afsonaviy risollarni qoldirib ketgan. Bu risolalar mazkur kasbning shakllanish va taraqqiyot jarayonidagi bosqichlardan ozroq bo'lsin uchur berdi. Mayli yog'ochchilik risolasi yoki to'mirchilik risolasi bo'lsin, ularning mazmunida qisman bo'lsa-mu ayni davr realligidan xabardor bo'g'ili bo'ladi. Takip. İzirgici tişep buna. Landlap kolda. Şunu yasak çıkmaz. Vay kuşturak bağlım güle Serip
o'simlik yig'ining iste'molimizga qandoq kirganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bayqash maqsadida nishonimizni Juvaz risolasiga qaratdik. Shu arzuning turtkisi bilan Qumul tog'laridan Xotanning bo'stonliqlarigacha, Qashqarning azizona ko'chalaridan go'zal Eli vodiysigacha ajdodlarning izini bo'yladik. Markaziy shahardagi moddiy, ma'naviy meroslarimiz tadqiqotidagi nopozliq olimlarimizni ovora qildik. Xabar bo'lishi mumkin deb hisoblagan odamlardan juvozchilik risolasini surishtirdik. Oxiri Eli vodiysining Baytoqay yezisidagi Qambarnisa hadimiz va Kepak yuzidagi Jumaxun akimizdan Juvoz pirning ismiga bo'lsin erishdik. Juvozchilar pirining nomi Ro'shan Pirimkan. Qambarnisa hadimizning oilasi hozirmi to'qliq juvoz kasbi bilan shug'ullanadi. Uning marhum yo'ldoshi Domilla Qurbon va marhum qiynotisi Qurbon G'ozi juvoz kasbi bilan shug'ullangan. Qurbon G'ozining Ilohun Ko'kko'z bilan birodarchiligi bo'ladi ekan. Ilohun tekasdagi 8 shuvarliq ko'chalarning qurilishiga injenerlik qilayotgan chog'larda Tahir yuzga, ya'ni do'sti Qurbon G'ozining uyiga davomli berib kelib turdi ekan. İki mərhumның dostluğu nəhayət çoğunqur bo'lib, ziyorat jarayonida Ilohunning Qurbon G'oziga hadiya qilgan ot bosturmasini ko'rishga muyassar bo'ldik. Qambarnisa hadimizning aytishicha, marhum otasi Qurbon G'ozidan qolgan risolani ular e'tiborlab saqlagan. Afsus, mazkur risola bir qitimliq ehtiyotsizlikdan Qambarnisa hadimiz tarafidan ko'ydirib etilgan edi. Biz Qumul rayonida material to'plab etib, xalqimizning juvozni xaroz deb ataydiganligini bayqadik. Bu rayonda juvozning ikki xil shakli bo'lib, ularning biri ko'tak xaroz, yana birisi bo'lsa basmoq xaroz deb ataladi ekan. Uyg'ur tilining izohlik lug'atida juvoz farscha ism deb izohlagan bo'lsa, xarozni yerlik shevi qatordagi dialektik ism deb izohlagan. Bundaqda xaroz degan bu ism juvozning aslidagi uyg'urcha atilishimi? Muhtaram tilshunos Mirsulton Osmonovning aytishicha, xaroz asli farscha atalg'u bo'lib, aslisi xaroz emas, xaros ekan. Uning tushuntirishicha, Qumul va Lopnur dialektikida si harfining zi harfiga almishib kelishidek ahvollar mavjud ekan. Darvaqa, Qumul rayonida yo'lvosni yo'lvoz deb talaffuz qiladi. Natijada juvoz yoki xaroz bo'lsin, har ikkilisi uyg'urcha atalg'u emas bo'lib chiqdi. Yog'chilik to'g'risida bizdagi eng qadimiy uchur manbasi bo'lgan Turkiy tillar divonidimi bu to'g'risidagi atalg'u uchirmadi. Biroq divondagi to'g'si yog'malarning nazarida musulmon bo'lmagan sharqdagi uyg'urlar farscha so'zlashidi degan ma'lumot bizni gumonlantirdi. Juvoz eski darkan vaqtinib dünyani malla çıktım aylanıp. Lekin o yıllap mansımı şunca Juvaz xanıda turar bağlanıp. Juvozning shakllanishidan uchur berishdagi oxirgi ishonchimiz bo'lgan Juvoz risolasini tepilmadi. Hatto ajdodlarimiz yog' chiqirdigan bu tugmanni zodi qandoq ism bilan ataganligini bilmadik. Şu minutlarda ajdodlarning ish turmoq, izini topolmaslikdek hasrat bizga to'limi eg'ir keldi. Juvozning iste'molimizga qandoq kirganligi, uning bo'g'ular tarafidan qandoq atalganligi yeshilmas tugum bo'lib qoldi. Ular biz uchun tarixning to'zonlari ostida qolgan sirga aylandi. Şemşivayay terkib nisam su bulur bağrımın ay su bulur bağrımın yandıray meşrep salsam örtüner canım benim ay örtüner canım benim. Mazkur filmni ishlash jarayonida elida yuz bergan koni bir voqea diqqatimizni jalb qildi. Bu voqea bizning ozuqliq iste'molimizdagi zo'r o'zgarishning kichikkina kartinasi bo'lib qolsa ajab emas.
Buningdan 70 yil ilgirki ma'lum bir kuni Nasiraxun Maqsum shu ko'chadagi namratroq bir oilaga kirib qoladi. Men bir voqeani anglagan dadam marhum orqali shuning bir azob uchur beray deyapman. Shu 47-46 yil bo'lsa kerak. Nasiraxun Maqsum alay bir kun kechqurun qaytib bir o'ylaga kirib, ishni ichiga o'yildim bir so'may purab ketdi-da. Bu uyda makro ekan deb marhum keyin qaytib ishni chiqibdi. Shu vaqtda bu gapni ba'zilar anglab qolgan gap. Shuning bilan bu ishninki toza to'g'ri emas, xato ekanligini his qilib dadam marhum Abdullovoy Nasiraxun Maqsum alayga Maqsim biz azoliqlarni qo'yning quyrug'ida pola etib yegan bilan ko'chimizda boyliva, kambag'allar endi topqini shu so'may degan yerdan chiqadi, zig'irdan chiqadi, ochliqdan chiqadi. Buni nima deb makro deysizlar? Kambag'allar u qo'yningki quyrug'ida pola etamisa, buni makro desang nima deb tomoq etib yeydi ular? deb bu fikrni g'ulg'ulab azoq malda fikr kuchib ketganda Nasiraxun Maqsum alay o'zi olim, diniy olim bo'lsa-mu, hargiz kibrlik qilmay, o'zining xatoligini tunib, o'zininki sumayni makro deganligim xato bo'libdi, el jamoat, meningdan rozi bo'lasizlar, meni kechirsizlar deb uzun o'tmay o'zining tashqi hovlisiga bir jo'voz qurgan gap. Maxsus jo'voz qurib, jo'vozda sumay tatib, Malikoydagi el jamoat ichidagi turmush nachar, kambag'al, g'irib g'urvoliga sumayni taqtib bergan. Buning bilan bu kishiningki xalq ichidagi el jamoat ichidagi ta'siri, napozi, hurmat texmi kuchaygan. El jamoat oldida o'zi jo'voz qurib, kambag'al, g'irib g'urvoliga taqat qilgan o'zi bu zo'r ijobiy ta'sir ko'rsatgan xalq jamoat ichida. Bu voqeani men o'zim bundoq qiyos qilsam, Zardim Maqsum alay 1949-yili tugidi. Shuningdan bir necha yil ilgari bo'lsa kerak. Shu 46-47-yillari bo'lgan voqea bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zardim Maqsum alay Qo'rg'osnodagi atoqli diniy olimlarning birisi. Bu marhum 1949-yil tugagan vaqtida Ahmadjon Qosimiy kelib mashada namozga qatnashgan. Haqiqatan odamning dili qadrbadi, bir kambag'al kishining deb shu o'zri etib, shu yerda o'zining xatoligini bo'yiga etib, niyat qilgan asosan juvozchilik ep berib qo'yisida. Shu chiqqan yog'ini umrining oxirigacha shu voysida juvozchilik qilib, shu yetim isar, ojiz miskinlarga bunda tarqatgan deb. Turk tilla divanida chav yog' suv yig'iga yetmaydi degan bayonlar uchraydi. Bundaqda texi tunugilli yuz bergan yuqorqi voqea bilan divandagi bu tarixiy uchurni qanday tushunamiz? Suydondagi Muyassar hadimizning dadisimi juvozchilik bilan shug'ullangan. Muyassar hadimizning deyishicha, o'smirlik davrida boshqalarga oilasida juvoz baliqini etmaydi ekan. Sabab do'stlarining suv yig'i yeydi ekan deb masxara qilishidan qo'rqidi ekan. Qumul rayonida cho'nglardan gazir va gazir yig'ini makro degan bahoni angladik. Chunki gazir kungi ibodat qiladi ekan. U oftobparast bo'lg'achqa atdigandan kechgacha quyoshga sajda qiladi ekan. Shunga uning yig'ini yeyishmi ham gazir chiqishmi o'xshashli makro ekan. Yuqorqi voqealarga nisbatan bu qarashmo to'liq sabab bo'lolmaydi. Biz Nasiraxun Maqsum va Abdulla Boy o'rtasida yuz bergan yuqorqi voqeada xatolik o'tkazgan tarafni muqimlashtirishga ojizmiz. Chunki bugungi iste'mol qarshimizda divanda aytilgandek chavi yog' suv yig'iga yetmaydiganligi isbotlandi. Ammo yanla quyruq yog'ning o'simlik yig'idan ortiq ekanligi muayyanlashtirildi. İnsaniyatning eng pokizlik talab qiladigan faoliyati uning iste'mol odati. Ajdodlarimizning o'zi yeyotgan yemekliklarga qarata yuqorqidek sezgirligi odamning hurmatini qo'zg'aydi. E'tiqod yuksakligiga ko'tarilgan bunday iste'mol qarshi bizni har vaqt pokiz va sog'lom oziqlanishga undab turadi.
Juvaz yoki xaroz qandaq narsa? Ajdodlarimiz ulardan foydalanib qandaq usulda o'simlik yig'iga erishgan? Abdurashid akamiz bu yezi bino bo'lganda dastlab kelib o'rinlashgan. Yezdagi tunji maktabni qurgan, Suydongdagi xayriya ehson kollektivining aktiv qatnashuvchisi. U ma'lum bir qadimiy kitobni o'zligidan o'rganib tarjima qilyotdi. Bu dehqon hozir yezisida haqsiz kutubxona qurgan. Yaşanganlarning kitob o'qishi qolaylik bo'lish uchun yuqori gradusliq ko'zoynak setib olib kutubxonasiga qo'yib qo'ygan. U yosh vaqtlarda juvaz haydigan. Juvaz yog'liqdanni yog'och yoki tosh bilan qisish orqali yog' chiqaradigan qurilma. Buningda yog'liqdan qizdirilmaydi. Juvazning qurilmasi to'liq oddiy. Bu qurilmaning hammasi yog'ochdan quriladi. Birinchi juvazning tüyü deymiz. Bunu çoğun karagach, kuşak yetmeydiğen bunda çok karagaçtan kılıp onun 30'ını oyumuz. Oyga vakti 30'ı küçürek oyladı. Onun içi bunda gümrengi bulundu. Onun tepsi buna tekçi oldu. Tekçiden en çetede buna kırgak oldu. Hem de onun içine salıdığan ok deymiz. Okның beşi bunda yumulak oldu. Tepsi sel boğuğrak oldu. Boğuk oldu. Hem de bunu tekrar içine salımız, onu tek deyimiz. Onun tepsisi buna giydirgen, yağaçtan yasalgan, bunda giydirgen muk oldu. Bu mukunun miyada bunda buylot kötügen bulup, bu buylotunu ağamçılar bağlap, kaçığa ulap koyumuz. Kaç ulap koyumuz. Şunun ulan bununki kaçıda besilgan taş var. Kaça diğerimiz bunda iki kaçı yağaç olup, bu asası onne bunda kıstırıp duruyordu. Asası onne bunda kıstırıp duruyordu. Pekirganda bunda pekireydi. Ma baş tarafıge taş basımız. Iğlık taş. Bu asasen aşı yem deyimiz hem de sıkır olamdı, kış olamdı onu aşı besim bilen besip çıkıran gibi. Bu atını koşup taatımız bunda. Atını koşkan iken atın maçı cuvaz tarafındaki közüne bunda itip koymuş. Yakımızda ikil közüne itip koysak mı bulurdu. Aynı vergeçke atının ki beşi aynı kötüdü de onun aşı yolunu kolaylaştırış rolünü oynaydı. Buna haydagan iken emdim bu cuvazın gıç çıkıdığın avaz çıkıdı. Bunu haydagan adam emdim on kolada kamçını tuttu. Son kolada cuvazın içine düşken yemni uçtup aç oknun suyuga haydap vermez. Uçtup haydap vermez. Haydap vergenden iken cuvaz ayının içerisinde at bilen ten attın keyinde. Bilmemiz adam. Bilmem uçtup ayını haydap vergenden iken pekiraş arkalık ok bunu kısıp açıp mayını sıkıp çıkargan iken may çıkıp Mehmet Abdul akimiz juvazga o'zgartirish kirgizgan. Ya'ni boshqaning ichidagi yukni qo'l bilan to'xtamay ishtirib beradigan qo'l ishidan xalos bo'lgan. U juvazning o'ziga qirg'ush o'rnatib, ichidagi yukni o'zligidan to'planadigan qilib yasagan. Qumulda ko'tak juvazni qarg'aydan yasagandan boshqa yana toshdan o'yibmi yasagan. Jigda yezisidagi Abdumet aka oilasida ilgari toshdan o'yilgan juvaz bo'lib, 6 yil ilgari o'g'irlab ketilgan. Mishadi fildiraydi. Sap mushnoq. Og'zini yopaveramiz. Bo'lmasa bu yerda uloqmasa fildirab. Top qaynamamda. Basmaq juvazning ish unumi odatdagi ko'tak juvazdan yuqori bo'lib, mayliq donni basmoqqa selishdan ilgari shakili yerim chaqib o'tilib, ondan qizdiriladi. Yarıştı bana ayeti şu yumuşak, şu milak çıkırımızda enemde. Taşkı milişkide çıkanda maylık bozduğu meyde. Yani biz korumay takmayız. Taşkı tanımız tartımız, görümüz. Ya işler ya artık atımız. Yani yeri tartılıp geçen diyeceğin. Eki cimbernesep tarzı oldu kalayımız. Eki elke yargan maylıkını angal. Töküp ekizde oldu tarzı kalgan diyeceğin. Şu kazanın parti çıkıp o mantıksız pişidi o.
vaqtida bu pishdi, endi baymitib. Qasqanni yeyib, qasqanni ekirib, qasqanni üstüne ekizdi. Çakmağını yeyimiz, çakmağın üstüne ekizdi. Hazır pişkan güncürünü alımız. Hep ekizdi, eni bir taşımız var. Eni içi düşkenken eni urumuz. Çıngdayımız eni. Bizler öğretimiz hem de. Qasqan yokup götürüp öğretimiz. Şu törtlük yökep, bir küre humu bolsa, 20 jıl su kuyumuz. Az kavakta kuyumuz. Su kuyumuzsak, yağını çıkarıp bırakmaydı bizde. Acı cimberga pulgan gün götüre diken, bağlayın dedi. Mekan bağlap, özetlen diken, eşiği aşağı, may çıkardığa, basmakla aslığa, salımız dedi. Hem anne aslı sağa vaktinde o bir kıymeteşiden siyarıydı. Taşla koyumuz dedi. Şu taşın beşiğe enes koyumuz, Töt Türküsüne herkese, tötüne bak, koyumuz o yeyir. Başka vakti yeyir etmezlik için. Herkese maylığını en içiyle ser, en üstüge herkese uzumuz mağıldı. O düne iki maşına yüzü bastırıp, koğan yine hem bol de, hem de taşın ilayla deyimiz. Taşın ilgan vakti de, hem de töt edemle, hem de şu aramsını atarcımız hem de. Tartkan iken o taş yukarı öyle çıkıyordu. O demin uçtuğa iyileşken iken, bir adam yürüyüp verip getirdi ene. Bu itireve gelince şahfıdan akıl yandıravergen iken o taş ecellerini uçuğu çıkan iken asıl konudu ki yağına kesiştiği çıkıyor. Yağı gecede cin kapılacağını. Vay gün ötse üçe desem yol birligam yani ote yol birligam yani ote Vay telpekem 8 tala töti ala töti kara töti ala töti kara Vay 8 ay otunda köy sen bilmegen köngli kara Vay bilmegen köngli kara Vay bilmegen köngli kara Алдыңғы asrning keyingi yermida rayonimizda elektr kuchining umumlashishi an'anaviy hunar kasblarimizga zo'r o'zgarishlarni yeb keldi. Mashinlashish ish unumi jihatdan qo'l ishini to'liq mag'lub qildi. An'anaviy hunar kasb bilan shug'ullanuvchilar bu do'lqinga aktiv pozitsiya tutishning o'rniga passivlarcha qarab o'ltirdi. Bu xil pozitsiya sanoat inqilobi bugunga qadar besib o'tgan barcha rayonlarda ko'p uchraydigan hodisa edi. Asrlar bo'yi ajdodlarning uzluksiz tirishchanligi va qon tari badlik kelgan ixtirolari bizga kelganda vayron bo'lishga yuz tutdi. Bizlar sanoatning aqllarni hayron qoldirgudek ish unumining ta'sirida ijodchanligimizni texmi qo'zg'ashning o'rniga sukutni tanlab oldik. Bugun ko'rib o'tirganimizdek nurg'un kasblar tarixga aylandi. Ulardan qolgani faqat u bu yerlarda tashlanib qolgan g'ayribona iznolar bo'ldi. Yaqinqi yillarga kelganda sanoatning ilg'orligidan boshqa yana uning passiv taraflarini his qildik. Buning bilan o'zimizning an'anaviy kasblarimizni qaytadan tutiya bo'lish bosh ko'tardi. Zamonaviy yasamachilikqa qaraganda ibtidoiy hunarvanchilik ijobiy hisoblanishga boshladi. Xalqimiz bu xil biroqli inkor qilish pozitsiyasini oldingi qitimni qo'llangan edi.
İlgirimi dal bu xil pozitsiya sababidan zamonaviy sanoatning oldida an'anaviy qo'l hunarvanchiligimiz bo'yin qisqan edi. Bu xildagi ilmiylikdan jiroqlashgan qarg'ularchi tanlash sababidan an'anaviylikdagi afzallik bilan zamonaviylikdagi qulaylik bugun yana bir qitim dushmanga aylandi. Undaqda biz nima uchun zamonaviylik bilan an'anaviylikda mavjud bo'lgan afzalliklarni to'qinishtirib qo'ydik? Ular o'tirsida moslashtirish ib berish bizdagi aqalli burush edi-ku. Qorğas nayisida 2012 yil 7 ayda rayonimizning yog'chilik kasbiga nisbatan ilg'or bo'lgan bir yog'chilik zavodi qurildi. Zaylik bilan qoplangan 43 ming kvadrat metr zaminga yog'chilik kasbiga ishtiyoq bog'lagan o'g'il qizlarning mehnat tarlari to'kilishga boshladi. 24 oylik jafoliq kurash natijasida bugungi Ekson yog'chilik zavodi qad ko'tardi. Undaqda Ekson bizning an'anaviy yog'chilik kasbimizga qanday varislik qiladi? Ajdodlarimizning yog'chilik an'anasida bugungi kundami qimmatini yo'qotmagan qanday tarkiblar bor? Shundaqla sanoatlashtirishga loyiq qanday bosqichlar bor? Tadqiqotlarda isbotlanishicha, odam badani bir kunda ehtiyojli yog'ning miqdori 30 gram atrofida. Agar yog' bu o'lchamdan ozlab ketsa, badan moysizlanib, teri qurg'oqlashib, yerilish ahvollari ko'rilar ekan. Bizning bugungi iste'mol saviyamizda bu o'lcham albatta eshib ketdi. Harakat miqdori bilan yog' iste'mol miqdori o'rtasidagi tartiblik aylanishni saqlash biz uchun oson emas. Shuning uchun bu mamlakatimizning yog'chilik sohasidagi hal qilishga tegishli muhim temalar. Ekson yog'chiligi an'anaviy yog' ishlash bosqichlaridagi ba'zi bosqichlarni saqlab qolish asosida yana ba'zi ilg'or bosqichlarni qo'shdi. Buning natijasida yog' tarkibidagi sopon va yepishqoq modda, shundaqla moyliqdan qabul qilib olgan dehqonchilik dorilarning qoldig'ini to'zon holatda purkish orqali chiqarib etish maqsadiga yetdi. Suv yig'ida oshxonani buzqa, qonni yepishqoqlik va quyuqlikqa boshlaydigan bir modda bor. U bo'lsa to'yingan yog' moddasi. Xalqarodagi ilg'or juvozchilik texnikasini kirgizgan Ekson ana shu to'yingan yog' moddasini g'albilik ayirib tashladi. Ajdodlarimiz o'simlik yig'ini chuchitish texnikasi orqali uning ta'mini yaxshilagan. Ekson bu texnikani 270 graduslik yuqori temperaturada zamonaviy chuchitish uskunalari orqali o'rinladi. Yog'ni to'liq chuchitish bilan birga yog' tarkibidagi suvni ayirib etish maqsadiga yetdi. Mayli to'yingan yog'ni ayirish yoki ximiyalik tarkibni ayirib etish va yoki sham moddasini ayirib etish texnikalari bo'lsin, rayonimizga nisbatan texnik qo'llanilmagan eng yangi texnika. Bu ayirib etish o'lchamlari davlatning yog' sifatiga qo'ydigan talabidimi yo'q. Shundaqdimi, Ekson ajdodlarimizdagi yemeklikka bo'lgan samimiylikka varislik qildi. Boshqa yog' zavodlari ayirmaydigan ziyonli tarkiblardan yilga 150 tonnadan ortiqrog'ini ayirib chiqarib etdi. Undaqda Ekson an'anaviy yog'chilik madaniyatimizga varislik qila olamdi? Ularning Uyg'ur juvozchiligini davlat darajalik qo'g'dilgan g'ayriy moddiy madaniyat turiga iltimos qilganligi yog'chilik kasbimizga to'liq varis bo'lganligidan derak bermaydi. Biz bu filmni ishlash jarayonida xalqimizning yog'chilik an'anasining to'limi rangdorligini his qildik. Bu rangdorlikning orasida nurg'un ijobiyliklarni to'nib yetdik. Bu ijobiyliklarni zamonaviy texnik orqali mamlakatimizga xalqaroga yuzlantirishdan iborat haqiqiy varislik Eksonning yelkisida. Biz Uyg'ur yog'chilik madaniyatining parlaq kelgusini cho'qim kutib olamiz. Vay takka çıktım kik atay Dep mullu vay pavan bilen Yiraktki yarım bilen Vay
yandırgan yanım otu. Vay telpekim 8 tala, töti ala, töti kara, töti ala, töti kara. Vay 8 ay otunda köy, sen bilmegen köngli kara. Vay bilmegen köngli kara. Vay bilmegen köngli kara.